Kecha kechqurun va nihoyat mana shu kitobni o'qib tugatdim. 450 betlik, juda qalin, o'qishga qiyin bo'lgan va deyarli 1 yil davomida o'qib tugatgan kitobim. Bu kitobda boshqa kitoblar kabi motivatsiya, shaxsiy rivojlanish, hayotni o'zgartirish haqida emas, aksincha sizga noqulay bo'lgan haqiqatni aytib beruvchi, tushuntiruvchi kitob. Bu kitobda o'sha hayotingizdagi bo'layotgan har bir voqeaga siz sababchi ekanligingiz, atrofingizdagi holat sizning ichki holatingizni aksi ekanligini va hayotda bo'layotgan har bir narsalar nega bo'layotganligini tushuntirib o'rgatuvchi kitob. Kitobning nomi The School for Gods deyilgan, o'zbekchasiga Xudolar uchun maktab, lekin bu kitobda xudolar haqida gapirilmagan, shunchaki nomi shunaqa. Stefano de Anna yozuvchisi tomonidan yozilgan. Yozuvchi bu kitobda qiziq voqealik personajlar orqali sizga hayotingizdagi bo'layotgan voqealar, ichki holatingizni tushunib anglash, o'zingiz nima xohlayotganligingiz, ichki tushunmalaringiz, kechinmalaringizni chuqurroq kirib, o'rgatib, ochib berishga harakat qilgan kitob. Asosan mas'uliyat, ongli ravishda hayot kechirish va atrofdagi bo'layotgan voqealarga to'g'ri yondashuv, to'g'ri tahlil qilishni o'rgatuvchi kitob. Bu kitobni o'qishni menga turk o'qituvchim maslahat bergandi. Germaniyada magistraturani o'qiyotganimizda bir o'qituvchimiz turk millatiga mansub edi. Bir-birimizga Instagramdan obuna bo'lib kuzatib yurganimizda har bitta o'qiyotgan kitoblarimni qo'yib yurgan paytim menga Instagramdan yozgandilar, "Bobur, mana shu kitob bor, o'qib ko'rgan, afsuslanmaysan, juda katta foydasi tegadi. Men o'qiganimda mazza qilganman, hayotimga katta ta'sir ko'rsatgan" deb yozgandilar va buni o'sha Turkiyada Germaniyaga ketayotganda bitta kitob do'konida ko'rib qolgandim. O'shani sotib oldim va mana 1,5 yil o'tdi. Shundan keyin va nihoyat kitobni o'qib tugatdim. Rostdan mazza qildim. O'qishga juda qiyin bo'ldi, lekin ichidagi ma'nosi, g'oyalari juda kuchli va sizga ham shu narsa haqida bugun ulashib, qisqacha mazmuni, foydali joylari va g'oyasi bilan sizlarga tushuntirib aytib berishga harakat qilaman. Kitob haqida tushuntirib beradigan bo'lsam, kitobda asosiy qahramon bor, Jon ismli inson. Uni hayoti pastga qarab ketayotgan bo'ladi. Yaqinda ayoli vafot etgan, bolasi bor va undan tashqari ishlari o'xshamayotgan bo'ladi. Sayohat qilib boshqa davlatlarda yurgan bo'ladi va Marakeshda, o'sha Marokko davlatida bir insonni uchratib qoladi. U o'zini Napoleon Hill deb tanishtiradi. Bu yozuvchi emas, shunchaki obraz sifatida shu nom qo'yishgan menimcha. Xullas, shu inson unga hayotda maslahatlar berishni boshlaydi o'zidan o'zi. "Sani hozirgi holatingni bilaman, bunaqa qilsang bunaqa bo'ladi" deb. Shunda o'sha aytgan gaplari uni hayotiga ta'sir qilishni boshlab, o'sha rivojlanishni ko'rayotgandan keyin shu o'qituvchini o'zim uchun ustoz deb tanlab oladi. U insonni mana shu ustozni topaman deb yana qaytib o'sha joyga keladi, boshqa joylarda qidiradi va ma'lum bir muddatdan keyin yana o'sha insonni uchrashadi va ular ustoz shogird sifatida voqelik davom etaveradi. Hayoti tarzi davomida shu inson unga har xil o'g'itlari bilan, har xil gaplari bilan uni hayotini anglashda va o'zgartirishda yordam beradi. Asosiy qahramon Jon ikkinchi marta shu ustozi bilan ko'rishganda, kitobda aslida ustoz emas, dreamer deb yozishadi, o'sha orzu qiluvchi deb ta'riflashadi u insonni va buni esa o'sha Jon sifatida aytib borishadi. Orzu qiluvchi dreamerni uchratgan kuni ikkinchi martasida shunda mana aytgan maslahatlaring meni o'ylantirib qo'ydi, hayotga boshqacha qarashni boshladim. Yana menga nasihatlar, maslahatlar bergin deganda, shunda aytadi: "Sen birinchi bo'lib xudolar uchun maktabni topishing kerak" deydi. Shunaqa joy bor, shunaqa joyda sen o'zingni anglab, hayotdagi bo'layotgan har bir narsa o'zingni mas'uliyatli ekanligini anglab yetasan. Birinchi shu narsani topganingdan keyin sen bilan yana gaplashaman deydi va yana tasodifan yo'q bo'lib qoladi. Va shunda asosiy qahramon Jon yana Gretsiyaga boradi, Turkiyaga boradi va oxiri Georgiya deymiz, Gruziyaga borib bir qadimiy muzeyda eng qadimiy filosofiyaga oid bo'lgan artefaktlarni, yozuvlarni topadi va o'shalarni tarjima qilib, shu yerdagi muzey bilan birga hamkorlikda oila davomida eng qadimiy Rim imperiyasini bir faylasufini yozuvlarini o'qishni boshlaydi. O'shanda tarjima qilganda shu maktabni o'rgatuvlariga yaqinligini tushunib anglab yetadi. Keyin shu yozuvlari o'ziga qilib yozgan, o'rganib chiqqan narsalar bilan yana Amerikaga qaytib boradi. Asosiy qahramon amerikalik inson bo'ladi, lekin o'sha boshqa davlatlarda, Marokkoda, keyin Gruziyada, keyin o'sha Fransiyada bu inson bilan orzu qiluvchi ustozi bilan ko'rishadi. Shunda ustozning birinchi bergan maslahati: "Hozirgi hayoting seni ichki holatingning natijasidir" deydi. O'sha paytda shu inson o'sha ayoli vafot etgani uchun g'amgin yurgani, hamma narsani shunga ayblayotgani, hayotidagi hozirgi bo'layotgan har bitta holat, o'sha ishi o'xshamayotganligi, bolalari bilan munosabat yaxshi emasligi, atrofdagi bo'layotgan har bir narsani mana ayolim o'ldi, bo'ldi, hayotim to'xtadi, bunaqa yillar o'tib ketgan bo'ladi, 2 yil yoki 3 yil o'tgan bo'ladi. Shunda aytadi, sen hozirgi atrofingda bo'layotgan ham bitta narsa, seni ichki holatingni shunchaki tashqaridan tasviri deydi. Sen mana ayoling o'tdi,
uni ham hamma narsasini chiroyli qilib tushuntirib beradi. U inson o'tdi, sen uni bahona qilib, sen uni o'zing uchun bahona qilib olib, o'sha hayotingni yomon davom ettirishda o'zing xohlayotsan, ichingdan o'shaning uchun ham shu tarzda ketyapti. Sen buni anglab yetishing kerak. O'sha u inson, o'sha ayoling o'tgandan keyin ham bu hayot davom etadi. Sen o'zing qarorlar qabul qilyapsanki, shu holatda turishing uchun o'zing aybdor bo'lyapsan deb shuni tushuntirib beradi. O'rgatishga harakat qiladi. Keyingi uchrashuvda yana yo'q bo'lib qoladi. Oradan oylar o'tadi. Shu Gruziyada yozuvlarni o'rganib, filosofiyaga chuqurroq kirib, o'rganib, hayot kechirishni boshlagandan keyin yana bir marta o'sha ustozi bilan ko'rishadi. Ikkinchi marta shu o'qituvchi bilan ko'rishganda, shu Gruziyada o'rganib kelgan narsalari mana shu ma'lumotlarni yig'dim. Shu xudolar uchun bo'lgan maktabni bir qismi ekan, shu to'g'rimi? Men shu yo'licha davom etmoqchiman, menga o'rgat, menga ko'rsat deganda, o'qituvchisi aytadiki, sen shuncha ma'lumot bilganing bilan ichingda sen hali bu narsaga ishonmayapsan. Tashqingda boshqa narsani gapirayotgan bo'lishing mumkin, lekin ichingda bu narsaga ishonmaganing uchun har doim bahona topaverasan deydi va hayotda hamma narsa o'zini anglash bilan birinchi qadam qo'yiladi. Keyinchalik o'sha narsaga ishonib, o'sha narsaga ishonsang, atrofingda bo'layotgan voqealar shunga qarab ketadi, shunga qarab talpinadi deb tushuntiradi. Albatta, kitob sizlarga to'liq yetkazib bera olmayman, sababi juda og'ir so'zlar bilan yozilgan. Buni o'qish kerak va har bitta ma'lumotni eslab qolish juda qiyin. Kitobning asosiy mazmunida shuki, shu inson o'sha har bitta g'oyalarni, har bitta bilimlarni o'rganib bo'lgandan keyin ham u narsani hayotda tatbiq qilmasligini ko'radi va ustozi ora-orada, misol 1 yildan keyin yana paydo bo'lib qoladi hayotida, aytadi, "Sen hozirgi holating nima o'zgardi?" desa, hech nima o'zgarmagan bo'ladi. Shuncha narsani bilasan, lekin qabul qilmading, shu narsani xohlayotsan ham, lekin shu narsani qo'llamaganing, bu seni ichki holatingda kelishmovchilik borligini anglatadi deb aytadi. Shunda yana o'g'itlab beradi, orada o'sha hayotdagi mas'uliyat olish, erkinlik taraf yo'l hisoblanadi yoki hayotingdagi bo'layotgan narsalarga bahona qilma, u narsada o'zingni ayblama, hech kimni ayblama, shunchaki o'tmish yo'q narsa deydi. O'tmish yo'q, sen faqat hozirgi va kelajaging bilan yashashing kerak, shu narsaga intilishing kerak, imkoniyatlarga o'zingni ochiq qilsanggina yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi, xohlagan narsalaring paydo bo'ladi deydi. Kitobda zo'r bitta misol keltirilgan. O'sha o'qituvchisi unga bir topshiriq beradi, Jonga. Bitta konsert bor, shunga 2 bilet olib bergan deydi. Jon endi yaxshi joyda ishlaydigan, puli bor inson, butun dunyoda sayohatlarga chiqib yuradi va Amerikada o'sha ko'rishib qolishganda o'sha o'qituvchisi aytadi, "Mana shu konsertga 1 hafta yoki 3-4 kun qolgan bo'ladi. Shu konsertga 2 bilet olib ber, birga tushamiz" deydi. Bu mana shu o'qituvchimni endi hurmatini qozonaman, aytganini qilaman, o'sha hurmati baland shunga qilaman deb harakat qiladi va bitta tanishidan telefon qilib so'raganda, "Mana shu konsertga 2 bilet kerak" desa, o'sha u ham endi puli bor, juda ko'p tanish insonlari bor. Eng yuqorida o'sha tanishlik qilganda, "Sen jinnimisan, bu konsertga odamlar yarim yil, 5-6 oy oldin bron qilishadi, buyurtma berishadi, biletlarni olib qo'yishadi. Sen hozir 3 kun qolganda hech qayerdan bilet topa olmaysan, uni iloji yo'q" deydi. Va shunda Jon o'sha deydi, u joydan boshqa joydan qidiradi, hamma joyda o'sha biletlar sotilib bo'lgan bo'ladi, hech qayerdan topish iloji bo'lmaydi. Va oxiri qidirib borib o'sha o'qituvchisi bilan o'sha kuni konsertda ko'rishadi. Aytadi, "Men bilet topolmadim, bormaymiz konsertga" deganda, "Sen yurur men bilan" deydi va yurish jarayonida aytib o'tadiki, "Sen birinchi marta o'sha telefon qilganingda o'rtog'ingdanmi, tanishingdan javob eshitganingda, shu bilet topib bo'lmaydi degan javob eshitganingda, bo'ldi, sen o'sha ongli ravishda bu narsadan voz kechding, o'sha qo'l siltab yubording, bu narsadan kechinding" deydi. Lekin keyingi safar telefon qilganlaringda, boshqa odamlarga yoki boshqa joylardan so'raganingda, sen shunchaki o'zing ishongan narsaga tasdiq topishga harakat qilding. Ya'ni buni iloji yo'qligini ishonib bo'lding va boshqasidan so'raganingda yo'q, iloji yo'q ekan deganda har safar sen mazza qilding, chunki sen ishongan narsang o'sha tasdiqlashyapti. Shunaqa emasmi deydi, ichingda shu narsalar kechmadimi deb aytadi, xuddi ichini ko'rayotganda aytadi, rostdan ham shunaqa deydi. Bu kitobdagi holatni hayotda ham ko'rishimiz mumkin. Kimdir bizga buni iloji yo'q desa, ikkinchi odam ham iloji yo'q desa, uchinchi odam ham iloji yo'q desa, biz ichimizda mana qanaqadir taskin topamiz. Iloji yo'q narsa ekan, bo'ldi, qilmayman, boshlab ham qo'ymayman, qilmayman ham deb. Zo'r misol keltiraman, meni esimda qolgan. Va o'shanda bab konsertga borishadi endi kitobda. Va konsertda juda ko'p inson, bileti yo'q insonlar ko'chada turgan bo'ladi, bilet chiqib qolsa boshqalardan olaman deb. Va yana 3-4 ta odam shunaqa yig'ilib turgan joyda kutib, ichkari qo'lida bilet borligi ko'rinib turibdi, lekin kirib ketishmayapti. Shunda
Endi o'qituvchisi o'sha Dreamer deydi, Napoleon Hill juda chiroyli, kelishgan, elegantni, ikkalasi ham yaxshi daromadli insonlar. Shunda tanishib qolishadi o'shalar bilan, nega ko'chada turibsizlar? Hozir ikkita o'rtog'imiz kelish kerak, shu kirmay qoldi, yaxshi vaqt o'tkazinglar u yoq bu yoq deydi. Va oxiri kutib o'tirganda konsert boshlanishiga yaqin o'sha ikkita tanishi kelmay qoladi. Boya tanishgan insonlari bu ikkita insonning oldiga keladi, Jon bilan o'qituvchisining oldiga kelib, o'rtoqlarimiz kelmadi, biza bilan yuringlar deydi. Shunda billa borib o'sha konsertda eng zo'r joylarda o'tirishadi va o'qituvchisi shunda aytadiki, mana ko'rsanmi, sen imkoniyatlarga ochiq bo'lsang, harakat qilsang, eng oxirigacha harakat qilsang, senga imkoniyatlar o'zi ochiladi deb shunda katta unga dars beradi. Sen ichingdan ishonmasang, tashqaring holatda ham bu narsalar o'xshamaydi. Agar ichingdan ishonsang, har bitta narsa, har bitta atom molekulasi shunga qarab harakatlanadi. Seni xohishingni bajarish uchun, o'sha narsani to'g'ri real hayotga aylantirish uchun deb o'rgatadi. Bu bitta kichkina misol, menda esda qolganim. Lekin undan tashqari o'sha keyingi imkoniyatlarga o'zingni ochiq his qilgin deb o'rgatgan o'g'itlari, bergan maslahatlari bo'yicha boshqa insonlar bilan ko'rishadi. Keyin Kuvaytga safarga boradi. O'sha Kuvaytda prinsip bilan ko'rishamiz, sizni ko'rishmoqchi deydi. Shahzodasi bilan, Kuvaytda bir shahzodasi bilan va ko'rishishadi. Shunda shahzodasi unga kelmashda bitta tashkilot ochamiz, shirkat ochamiz, mana shunaqa ishlar qilamiz deydi. Shunaqa imkoniyat beriladi. Bu birinchi bo'lib, bu mas'uliyatdan, boshqa narsalardan qo'rqardi, lekin ustozini o'g'itlari, o'sha har bitta berayotgan maslahatlari, imkoniyatlarga ochiqligi, o'sha kelajakda ozod o'zini his qilish uchun ko'proq mas'uliyat olish kerakligini o'rgatgandan keyin bu narsaga o'ylab va ha javobini beradi. Kuvaytga ko'chib o'tadi bolalari bilan. O'sha yerda u bitta yangi ayolni topadi, ishchisi bo'ladi boshqa qaysidir davlatdan. Shu bilan ular bir-birini topishib, birga hayot qurishni boshlashadi. Kuvaytda yashagandan keyin o'qituvchisi bilan deyarli 2 yil, 3 yil yoki yo'q bo'lib qoladi. Va o'sha shirkatdan ham juda ko'p mas'uliyat, juda ko'p insonlar bilan ishlash kerak, har xil chet eldan kelgan insonlar bilan ingliz tilida ularni madaniyati, ularni hayot tarzini yo'lga qo'yish kerak, oilasini ko'chirib kelish kerak. Shuncha mas'uliyat, hamma narsadan bir yilda charchab qolib, bu ishdan o'zini ulushini olib, o'zini oyligini olib ketib, o'sha yana Italiyaga borib joylashadi. Italiyada yangi hayotni boshlashga harakat qiladi. Shunda yana o'zini o'qituvchisini ko'radi va aytadi: "Sen mana harakat qilib ko'rding. Senga hech kim yoningda maslahat berib turadigan dalda inson bo'lmagani uchun sen bu narsadan voz kechding. Hozir ichingda baribir afsuslanyapsan. Bu sababi nima?" deydi. Sababi senga kimdir o'rgatib turgani uchun shu narsani qilding. Ich-ichingdan sen baribir bu narsaga ishonmagansan. Ich-ichingdan sen o'zing bu narsani xohlamagansan, intilmagansan. Shuning uchun ham sen 1 yil davomidan keyin bu narsadan voz kechib yording. Bu narsa senda hamma olgan bilimlaring ichingda singish kerak, ichingda bilish kerak. O'zing bilan o'zing muvozanatda bo'lishsangina meni keragim yo'q senga deydi. Shunda u o'sha o'qituvchi bilan har ko'rishganda o'g'itlaridan o'rganardi, lekin shu narsalarga amal qilmayotganidan uyalib, masalan, xijolat bo'lib yuraverardi. Shunda u yana oldingi ishxonasiga ishga topshiradi. O'sha joyda endi kompaniya egalari bu mutaxassis yaxshi ko'rgani uchun bunga mos ish bo'lmasa ham, buni joylari band bo'lsa ham unga qanaqadir ish topib berishgan, o'sha ishga qo'yib qo'yishgan eng o'rtacha oylikda va o'sha ishda. Va shunda bitta qiziq holatda kitobda keltiradiki, shu ishga qaytib kelgandan keyin uni hamkasblari oldin ahmoqlik qilyapti, bu chet elga bitta katta kompaniyaga boshqaruv ketyapti deb o'ylagan insonlar ko'rib, men ularning ko'zida qanaqadir quvonch, qanaqadir yengillik ko'rdim deydi. Sababi ular meni ko'rib, mana harakat qilib ko'rdi, kompaniyadan chiqib ketib, mana shu 9 dan 6 gacha ishdan chiqib ketib harakat qilib bo'ldi, va o'xshamadi, mana qaytib keldi, bo'ldi deb hammasini ko'zda o'sha taskinlikka ko'rdim. Mana shunaqa, demak, harakat qilsa iloji yo'q ekan degan narsani anglab yetishgandan keyin o'zim ham hayron qoldim deydi. Shu hayotni o'sha o'qituvchi o'rgatgan maslahatlari o'g'itlari bilan boshqacha ko'rish boshlagan. Odamlar hayotda qanaqa hayot kechirayotganligi, o'zi ongsiz ravishda hayot kechirayotganligi, qarashlari, o'ylashlari, misol yangi narsani harakat qilib ko'rmasligi, yangi mas'uliyatdan qo'rqishi, bir material narsaga bog'lanib qolganligi ko'rib, keyingi safar ishga qaytib kelganda men hayotdagi holatlar, hamkasblarimlarni ko'rib, men afsusda chekda bitta o'zim yurgandek bo'lib qoldim deydi. Bu hammasi o'sha
ustozim o'rgatgan narsalari uchun deb yana 3-4 oy ishlab o'sha kompaniyaga foydalisini berib ishlashga harakat qiladi, o'zini o'rnini qayta tiklashga berilgan mas'uliyatni, imkoniyatni oqlash uchun. Keyin yana o'qituvchisini ko'radi va Angliyaga ko'chib o'tadi. Angliyada o'zini shirkatini boshlashga harakat qiladi, to'g'rirog'i. Keyin yana o'qituvchisini ko'radi, o'shanda oxirgi o'g'itlarini beradi va u ustozi bitta zo'r gapga aytadiki, kitob oxiriga yaqin shu gaplarni aytgan, qirolni oldiga keladi deydi. Sen avval qirol bo'lishing kerak, shunda qirollik seni oldinga keladi deydi. Bu juda katta ma'nosi bor. Men nazarimda ham siz oldin boy inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, ichingizdan boy bo'lishingiz kerak, bu narsaga ishonishingiz kerak, bu narsa shunaqadek tutishingiz kerak, shu kabi o'ylashingiz, fikrlashingiz kerak, o'shandagina siz boylik orqangizdan keladi. Bu kitobda ham material narsalar, agar pulni bahona qilsang, bu shunchaki bahona, pul seni oldinga keladi agar bu narsaga harakat qilsang, ishonsang, intilsang deydi. Nega juda ko'p kompaniyalar, juda ko'p qirolliklar, juda ko'p davlatlar uzoq cho'zilmaydi, yo'q bo'lib ketgan deydi. Sababi bir inson bu narsaga ishongan, o'sha narsani qurgan, o'sha inson ketgandan keyin bu narsa qulagan. Sababi o'sha xuddi qirollik misolida aytadi, bitta insonni ishongani uchun ushlab turilgan, ishongani uchun paydo bo'lgan, ishongani uchun qurilgan. Xuddi shunday, agar kompaniyada juda ko'p kompaniyalar 100 yilga ham uzog'iga bormaydi, sababi buni ishonib qurgan inson o'tgandan keyin sekin-sekin asta qulashni boshlaydi. Sen ham unaqa bo'lmagin deydi. Sen ham fikrlashingni, dunyoqarashingni o'zgartirishing kerak deydi. Kitobda bo'layotgan voqealar orasida o'sha Kuvaytda yashayotganda islom dini, masalan, arab xalifatligi, o'sha musulmonchilik, shu narsalar haqida yoritib, o'sha real hozirgi holatdagi voqealarni yoritib beradi yoki o'zi amerikalik Jon xristian bo'ladi, o'sha xristian dinini yoritib beradi. O'sha har xil diniy tomonlama ko'rsatib ham beradi, lekin ustozi o'zi hech qaysi dinni targ'ibot qilmaydi, aytadiki, o'sha sen dinga ishonish kerak, har bir inson nimagadir ishonadi o'zi deydi. Va kitobda bir holatda ustoz shogird yurishganda o'sha LGBTni paradiga to'g'ri kelib qolishadi, har xil plakatlar turgan bo'ladi. Shunda aytadiki, "Men bu ustoz aytadi, men bu insonlarni ko'rib achinaman" deydi. Bular ichidan shunchalik aldaganki, ichiga ham qarab ko'rmaydi, o'zi aldanayotganligini ham bilmaydi, Xudoga ishonmaymiz deydi, lekin aslida bular o'limdan qo'rqqani uchun Xudoga ishonmaydi. Agar bu insonlar mana shu ommaviy ko'rsatuvlar qilib chiqyapti, shu tashqaridan haqiqatni qidirish o'rniga o'zini ichidagi yolg'onini qidirishga vaqt sarflaganda juda katta o'zgarish bo'lardi deydi, o'zini topgan bo'lardi deydi. Siz tashqaridan nimagadir javob qidiramiz, siz, men, hammamiz. Aslida esa ichingizdan nima xohlayotganingizni bilish uchun o'tirib o'ylab, fikrlab, ongli ravishda harakat qilishingiz kerak. Bu oson narsa emas, ko'pchilik ham ozod bo'la olmaydi. Kitobda ham shuni aytadiki, 90% undan ham ko'p insonlar hayotini shunchaki o'tkazaveradi, hech kim ozod hayot kechirmaydi deydi. Bu kitobda aytadi, mana shu maktabda School for Gods, xudolar uchun o'qigan maktabda juda kam inson o'qigan, juda kam insonga bu ma'lumotlar yetib borgan, bu o'g'itlar yetib borgan deydi. Uni o'g'it emas, shunchaki dunyodagi o'g'itlar. Kimda kim bu narsalarni bilsa, o'zini ozod qiladi va hayotni boshqacha kechirib o'tadi deydi. Bu o'qituvchisini, o'sha ustozim deydigan insonni boshqa yig'ilishlarda boshqa o'quvchilari borligini ham ko'radi. Va shunda oxirida kitob tugashiga yaqin Angliyada joylashganda uy sotib oladi, qolgan pulni bankka qo'yadi va o'tirganda o'sha o'qituvchisi kelib aytadiki, orzu qilishdan hech qachon to'xtama, o'sha o'zing shu narsaga ishonsang, orzu qilsang o'sha narsalar bo'ladi. Oxirgi senga beradigan topshirig'im deydi, shu hamma o'rgangan, mendan o'rgangan, hayotda o'zing o'rgangan narsani, shu maktabdan o'rgangan narsangni kitob qilib yozgin deydi. O'shanda sen boqiy umr kechasan deydi. Va kitob yozishni boshlaganda har xil insonlar bilan ko'rishib, shu universitetlarga borib topshirganda yangi o'qituvchilar, yangi professorlar bilan ko'rishib, shu g'oyalarini o'sha kitob qilib, shu narsani yangi avlod uchun tatbiq qilish, o'rgatishi bo'lganda har xil bahslar bo'ladi va shunda ko'rib, tashqarimdan qaraganda bir paytlar men ham shunaqa fikrlardim deb o'ylab, o'zi qanchalik o'sganini, o'sha o'g'itlari, fikrlari qanchalik kuchli foyda berganini ko'rib hayron qoladi. Jon shu kitobni yozishni boshlaganda barcha o'qituvchisi o'rgatgan narsalarini yozib, eslab ishni boshlaydi va o'zini hayotida qo'llagani butun
hayoti davomida tushunishinglar uchun kitob davomida boshlangan paytdan o'sha kitob yozishi, kitob tugashiga yaqin oradan 5-6 yil o'tgan bo'ladi. Juda uzun vaqt o'tgan bo'ladi. Sababi 1 yil oralig'ida ustoz bilan ko'rishadi va o'shanda barcha o'rgatgan o'g'itlarini ko'rib chiqishni boshlaganda ustozi og'riqdan qo'rqmasligi. Og'riq bu qachonki qiyinchilik, og'riq bo'lsa, demak sen nimagadir o'syapsan, nimadir o'zgaryapti, o'shaning uchun shu narsa hosil bo'lyapti. Shunga amal qilish kerak, shunga ishonish kerakligini o'rgatganligi yoki boshqa yana bir prinsiplaridan tutish bu asosiy jarayonlardan biriligini. Misol Jon hamma narsani tez bo'lishini xohlagan bo'lardi, lekin o'qituvchisi bu narsa sekin bo'lishi, jarayon kechishini kutish kerakligini, u bilan yana bir marta uchrashish uchun vaqt o'tish kerakligini o'zini misolida, o'zini tajribasida ko'rsatib va rostdan ham Jonni hayotida qarabganda o'sha yangi ishga o'tish davomida 3 oy yangi Kuvayt davlatiga o'tganda va ishini o'nglab olguncha yana 6 oy 7 oy o'tganligi va hayot qanchalik o'zgarganligini ko'rib hayron qoladi va o'sha shu prinsip o'ziga tez bo'lish natijadan ko'ra o'sha kutish kattaroq natijalarni olib kelishligi va kutish jarayoniga ishonish kerakligini katta prinsiplardan biri bo'ladi. Yana bitta eng katta asosiy prinsiplardan bu inson o'zini kuzatishi, bilishi, o'zini anglashi, bila olishi. Qachonki sen o'zingni o'zgartirsang, shunda atrofingdagilar o'zgaradi. Sen butun dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lib, nimadir harakat qilib ko'rsang, hech nima o'xshamaydi. Misol, nechta urushlar bor, o'sha urushlarda nima o'zgartira olamiz deb o'qituvchidan so'raganda, hech nima qo'lingdan kelmaydi. Qo'lingdan kelishi mumkin bo'lgan eng zo'r narsa bu o'zingni o'zgartirishing, o'zingni ichki holatingni o'zgartirishing va shunda sen o'zgarsang, boshqa insonlar ham shu o'zgarishga harakat qilsa, bu narsalar o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Sen o'zingni ishingni qoyillatib qo'yishing kerak edi. Shuning uchun o'zligingni anglash eng birinchi qadam, katta narsalarni, katta o'zgarishlarni qilishda deb maslahat bergan bo'ladi. Va yana bitta prinsipi bu qurbonlik pozitsiyasidan o'zingni olib qochishing kerakligi. Ko'p insonlar o'zini qurbonlik pozitsiyasida turgani uchun hayoti hech qatga o'zgarmasligi, imkoniyatlar ochilmasligini ko'p misollarda va ta'riflarda aytib o'tadi. Menga nima qilishdi, menga uni berishmadi yoki menga bu narsa bo'lmadi degandan ko'ra men nima qildim, men nima bera oldim, men nimani o'zgartira oldim, nima harakat qildim degan pozitsiyada o'zingni qurbonlik pozitsiyasidan o'zingni olib qochib yashashni boshlasang, juda katta imkoniyatlar ochilishi, juda ko'p narsani ko'rishi boshlashi etib o'tadi. Va kitob oxirida ham Jonni hayoti o'sha har xil o'zgarishlarga ta'sir etgan taqdirda ham bab oxirida o'sha Angliyada hech qanaqa ishsiz qoladi, hamma pulini uyiga tikkan va yangi kitob yozishni boshlayotganligi va boshqa professorlar bilan shu maktabni o'g'itlarini targ'ibot qilishi bilan tugaydi. Bu kitobda o'sha Jon mukammal inson bo'lib ketmaganligini ko'rsatmoqchi bo'ladi va undan tashqari oxirgi ustozi bilan suhbatda shuni aytadiki, orzu qilishni o'rgan, o'sha orzu qil, o'sha narsaga ishon, o'sha narsaga harakat qil, hammasi bo'ladi deydi. Kitob o'sha mukammallik yoki hayotni o'zgartirish emas, bu shu o'zligini anglash, shu qurbonlik pozitsiyasidan chiqish, kutishni o'rganish, ichki holat bilan mutanosiblikda yashash, yolg'onlarni ko'ra bila olish, shu narsa, shu asosida yashasangiz, hayotdan ozod yashaysiz degan fikrni o'rgatmoqchi bo'lgan. Ishonchim komilki, bu kitobning 5% ham yoritib bera olmadim sizlarga. Bu qalin kitob, buni ichidagi yozilgan gaplari juda qiyin so'zlar bilan yozilgan, lekin shunda ham meni eng katta prinsiplarimdan biri bu kitobni ingliz tilida o'qiganim uchun til darajamni oshirib boraman, yangi so'zlarni o'rganaman va undan tashqari eng asosiysi bitta kitobdan 1 oy davomida o'qigan kitobim bo'lsa, ichidan bitta o'zimga kerakli, foydali ma'lumotni olgan bo'lsam, bu kitobni narxiga, vaqtiga ham juda arziydi. Sizlar ham shu videoni ko'rib, shu videodan bitta foydali o'g'it, ma'lumot olgan bo'lsanglar, maqsadga muvofiq bo'lgan bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.